Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Mush ayniki 10 kuni, ya'ni o'tganki chorshanba kuni Amerikaniki poytaxti Washingtonda va dunyoniki boshqa 5 joyida bir yangilik e'lon qilindi. U yangilik nima deganda, mana shu koinotniki ishlari bilan shug'ullanan olimlar tunji qitim bir qora o'nkirni rasmga olgan bo'lib, mushu kuni shu rasmni butun dunyoga tarqatdi. Bu ishga jami 200 dak odam qatnashgan, 9 teleskop, ondan keyin hozirga qadar astronomiya jurnalida 6 parcha maqola e'lon qilingan mushaqda. Shularning natijasi hammasi shu mushqatim yig'inchoqlanib, shu muxbirlar yig'ini ichib e'lon qilindi. Endi bu nayte bir cho'ng ahamiyatga ega ish. Mendan ba'zi ukalar so'radi, shuni bir tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz deb. Hozir o'zim bak aldirash maqola yozib tushuntirsam sal vaqt ketadi ekan. Shunga bo'lgan shu video orqali hamkin ko'rsatib qo'yay dedim. Bu ishniki nima shunday cho'ng ahamiyati bor deganda, kishilar shu qora o'nkirniki borlig'ini dastlabda bir parazni o'tirib qo'yib izlanayotgani hozir 50 yildan oshdi. Qora o'nkirni rasmga elishi bu tunji qitim endi. Tunji qitim rasmiy apparatda rasmga elib taqtishi bu. Ashta bo'g'ashqa buniki ahamiyati bak cho'ng. Marismda qora o'nkir deganimiz o'tirsidagi bu qora rayon shu. Buniki jumlaqraq kagini mush burunqi Einsteinniki nisbilik nazariyasi faraz qilgan bir narsa, mesela jumlaq rayon bo'lganligi shunga vaqtimga marismda ko'rinib turdi. Qarang'i o'nkir degan chaqda sizlar bir cho'ng daryodagi nimani suvni ichiga akirib shumib akirgan quyun deymizku. Shuni ko'z oldingizga keltirsangiz bo'ladi. Mushu qora o'nkirning ichiga mishay kelib qolgan har qanday narsani bu o'ziga shumib akirib ketadi. Sababi nima desa, bu qora o'nkirniki massasi intayin cho'ng, moddasiniki zichligi intayin cho'ng, ashta bo'g'ashqa uniki tortish kuchi intayin kuchli. Shuning bilan o'zining atrofiga kelgan hamma narsani shumirib ketadi. U miyaga kelgan narsalarni shumirib ketadi, lekin har bir qora o'nkirning atrofida u intayin kuchli energiyani sirtqa chachidi bu. Atidi, sirtqa atidi deb tushunsanlar to'g'ri bo'ladi. Xuddi bir turbida osmonga suv atqanga o'xshashlamkin. Etib chiqirdi. Marisindagi mavi yuriqdigan nurniki shu tarqilish orlig'i yoki shu nurniki egizligi, shu qora o'nkirdan chiqqan nurniki egizligi 5000 nur yillik ekan. 5000 nur yil. Nurili degan huquqni xiljik qarindoshlar biladi hozir. Nurili degan gap nur 1 yilda boshlagan orliq. Bu orliq intayin cho'ng. Ashta bo'g'ashqa soni deb qo'llanmay kishilar nur yili degan birlikni ishlatadi. Nur 1 yilda qancha orliqqa mangdi desanglar, 1 yilda 365 kun bor. Bir kunda 24 soat bor. 1 soatda 60 minut var, 1 minutta 60 sekund var. Andaki nur 1 sekundda 300.000 kilometre arlıqqa mangadi. Albatta men degan sonlarning hammasini ko'paytsanglar, nurniki 1 yilda boshlagan orlig'i chiqadi. U son qancha desanglar 9.4 trillion kilometrda keladi. Demak, shu mayada chiqqan nurniki egizligi, tarqalish egizligi 5000 nur yillik ekan. Bu qitimki qora o'nkir bayqalgan galaksiyaning ismi Messier 87 deb ataladi ekan bu. Bu galaksiya bizdan, bizniki quyosh sistemasidan 55 million nur yili yiroqlikda ekan. Yoki bizniki shu yer sharidan 55 million nur yili yiroqlikda ekan. Demak, u bizdan intayin yiroq. Bu galaksiya yoki yulduzlar to'plami
Virgo deb atiladigan bir quyosh yulduzlar sistemasida turdi ekan. Andan keyin bu qora o'nkirniki marisini ko'rilib turayotgan qora o'nkirniki eg'irligi, massasi bizniki quyoshniki massasiniki necha milliard hassidan cho'ng ekan. Bizning quyoshniki massasidan necha milliard hassi cho'ng ekan. Shundoq bir qora o'nkir ekan. Şuna aytaman degandek, bu qora o'nkirniki shakli jumlaq bo'lishi buni Einstein o'ziniki nisbiylik nazariyasida burun faraz qilib o'tirib qo'ygan ekan. Bu qatam bu isbotlanibdi. Shunga bu dunyoni zilzilaga solgan yana bir narsa mush narsa shu. Andan keyin bu qora o'nkirni tekshirayotganda hozir 2 yil bo'libdi. Buni bir deymiz shu maxsus kainatni tekshiradigan nurg'un teleskoplar bor. Maoshni tekshirgan teleskoplar bir sistema bu bir emas nurg'un teleskop. Event Horizon teleskop deydi ekan. Event Horizon degan shu qora o'nkirniki qirg'iqini Einstein Event Horizon deb atagan. Buni xuddi bir hodisa tekshirlik demdoq ashtaraq bir narsaga to'g'ri keladi. Şu isim bilan atilgan teleskoplar ekan. Mening yerda ism bor deb o'ylayman. Men chiqarib qo'yay hozir. Mana shularniki bir ko'rinishi bu teleskoplarniki. Bu teleskoplardan jami 8 bor ekan. Bu 8 teleskop nima 6 tog'ning ustida, ondan keyin nimaga tarqalgan ekan ham 4 qit'aga tarqalgan ekan. 4 qit'adagi 6 tog'dagi mana yer yuzi teleskopida tekshirish orqali bayqabdi qora o'nkirni. Albatta degandek buni hozir qadar bu qora o'nkirniki bir sir bo'lib kelganiga hozir 50 yildan oshdi. Bu ben burun qora o'nkir haqida maqola yozgan, qora o'nkir haqida asos tushuncha deb. Bu maqolani o'qib baxsanglar, qiziqadigan qarindoshlar texmo yaxshi tushunchaga ega bo'lsalar, meniki ma'rifat degan torbetim. Bu torbet hozirmi uchuq. Ma'rifat.com desanglar lam chiqadi. Ma'rifat.com yerda bor. Ma'rifat.com deb mashina ichiga kirib, ma'rifat.com ichiga kirib, Erkin Sidiq yozmalari degan yer bor mana. Meni cheksanglar, Erkin Sidiq yozmalari deb cheksanglar, mening bütün maqolalarim bor. Bir bet ochiladi. Maqolani 2016 yozgan ekanman. 2016 yili NASA degan matematik asida qarasanglar, qora o'nkir haqida dastlabki tushuncha degan bir maqola bor. Buni cheksanglar, bu maqolniki yangi yoziq nusxasi, latin yoziq nusxasi ochiladi. Lekin uniki kon yoziq nusxasi bor yerda PDF. Buni cheksanglar, kon yoziq nusxasi ochiladi. Mishadan bu maqolani o'qib baxsanglar bo'ladi. Qiziqadiganlar. Undan boshqa bu torbetida necha sahifalar bor. Uning birisi kainotdagi ishlar degan sahifa mana bu yerda bor. Agar buni cheksanglar, kainotda buni cheksanglar, maxsus meniki burun kainot to'g'risida yozgan maqolalarim chiqadi bu yerda. 2017 yildan keyin yozgan bir qism maqolalarim bor. Ularning hammasini men A sahifaga qo'ymay, bu meylarga qo'yib etgan. Shuni bu yerda ko'rib baxsanglar bo'ladi. Undan boshqa bir fursat kelib qolibdi degan shu banda Davidey meniki bütün kitaplarımı şu torbetida bor ya da Erkin Sidiq kitoblari, andikin Erkin Sidiq ovozliq leksiyalari degan narsalar bor. Andikin Erkin Sidiq kitoblari degan cheksanglarmi ya'ni meniki hozir qadar tayyorlagan 15 parcha kitobimning tizimligi chiqdi. Bu kitobning hammasi PDF nusxalari bor. Bu kitobniki ostidagi tushirish deganini cheksanglar ya'ni bu kitobniki PDF nusxasi tushdi mundaq. Ondan keyin meni besib ko'rsatib qo'yay. Meni besish orqali kitobni o'zinglarniki kompyuterga tushira olasizlar. Shuni tushirasanlar, bu meniki 15 parcha kitobimniki hammasi sizlarda bor bo'ldi. Qiziqadiganlar mishani tushirib o'qib olsanglar bo'ladi. Hammasi bo'ladi degan bo'shuncha qilay. Bu bir tunji qatim sinab beqishim qandoq bo'ldi o'qimayman. Şuna qora o'nkir haqida mashina tushuncha bir qo'yib bergancha, agar savollar bo'lib qolsa,
shu Facebook'dagi mush temaning ostiga yozib qo'ysanglar, men imkon bor vaqt chiqarib sizlarga javob beraman. Ma'qulamsa, xayr xo'sh, Allohga omonat.